Kichkina farzand tug'ilishi bilan e'tibor, mehr, yurak ham ikkiga bo'linar ekan. Kichkina chaqalog'ingiz oldida sizning birinchi farzandingiz kap-katta bo'lib ko'rinadi. Uni erkaliklari, injiqliklari asabingizni buzadi. Ba'zan ichingizni yeb zerikasiz, chunki katta farzandingizga avvalgidek e'tibor berolmayapsiz. Orangiz sovuqlashib ketayotgandek tuyuladi. Ammo esingizdan chiqarmang, siz farzandingiz uchun eng yaxshi onasiz. Hozir qiyin bo'lishi mumkin. Asabingiz taranglashib, buzilib, bolangizga urishingiz mumkin, lekin bu siz yomon ona degani emas. Ammo siz qo'lingizdan kelganini qilyapsiz. Va hatto onalar ham hali hammasi yaxshi bo'ladi.